Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi video roligimizda eng kichkina universal drabilkamizni obzorini qilib o'tmoqchimiz. Motori 2.2 kW, 3000 оборот, 220 tokka ishlaydi. Universal hashakda ham, yemda ham maydalaydi. Mana motorlari, tok ko'rsatkichlari bor. Nagruzka kesa avtomatlari tashlaydi. Tepla datchiklari bu yana qizib qolsa ham tashlaydi. Ochiq yopilishlarini ham qulay qilib qo'yilgan. Nima tortiladi. Yon tomonga ochiladi, setkalarni bemalol almashtirsa bo'ladi. Qo'l quruq tanlamaydi. Universal apparat. Narxi 2.400.000 so'm, dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bepul. Hozir bunda somon hamda ozgina bug'doy un qilib chiqarib beramiz. Somonni mayroq qilib mana shu meshalkaga tashlash uchun ishlatamiz. Hozir meshalkamizni ham sinovini o'tkazib turgandik. Birodalar, buni ham sira sinab olamiz. Somonni maydalaymiz, somondan so'ngra bug'doyda un qilib ko'rsatib beramiz. Mana shu videoni ushlab turasiz. Ko'rinadigan qilib qo'lingizni tushib qo'yasiz. Boshqay. Bu yerigida mana. Somonni mana shunchalik mayin qilib berdi. Xohlasangiz bundan ham mayroq setkasi ham bor. Uni ham komplektda qo'shib beriladi, to'g'ri setkasi. Ikkitasi hashakdiki, ikkitasi yemdiki bo'ladi. Somonni ko'rsatib o'tdik, endi hozir bug'doyni ham maydalab ko'rsatib beramiz video davomida. Pauzaga qo'yamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, setkani almashtirib olib, ichiga bug'doy to'ldirib oldik. Yana kelib ko'rsating ichini. Mana hozirroq bug'doyni chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana shu holatda bug'doy ozgina hashaklari bilan. Uni holatda maydalab, meshalkamizga qo'shib o'ramiz buni ham. Va xonada bu apparatimizni ham sinovini o'tkazib olamiz. Masalan, mana shu ko'rinadigan qilib videoga olaverasiz. Endi og'zini atalab yopmadik, changitmaslik uchun og'ziga qop yoki boshqa narsa keltirib qo'ysak bo'ladi. Chiqqan natija ko'rinish uchun og'zini yopib o'tirmadik. Mana me'yorini ochamiz. Agar motor qiynalsa, ovoziga qarab ozroq yopib yordam beramiz. Motor o'zini kerak. Ovozini eshitib, unga qarab, motorimizni tomonga olib chaqnatamiz. Motor ovozini eshitib, ozroq ko'proq ochib turaveradi ichiga. Motor qildirib qo'ymasdan, motor qilmasdan, chiqyapti holat. Bug'doydi uni. Endi mana chiqqan natija a'lo darajada. Xudo xolasa mol bemalol hazm qiladigan darajada. Rangi har xil bo'lgan sababi ichida boshida ko'rgandinglar, hashaklari ham bor edi. Mana kepaklari bilan birga bo'lib, bilan kepak mana.
bemalol hazm qilaveradi. Xohlasangiz iriroq, xohlasangiz mayonez yetkazib shunday chiqaraverasiz. Faqat motorni qiynamasdan, motor quvvatiga yarasha qilib me'yorida tushirib turilsa bo'ldi. Yana bitta asosiy qoidasi bor. Kabelda udulentildi, ya'ni uzaytirgich. Bizga o'sha baquvvatroq qilib, kaltaroqdan qilib olinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Apparat ham qiynalmasdan ishlaydi. Yana bir marta eslatib o'taman, narxi 2 million 400 ming so'm. Motori 2,2 kilovat 3000 оборот. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ichida. Tok ko'rsatkichlari bor, nagruzka kelsa zashitalari bor, tashlaydi. Qo'l quruq tanlamaydi. Bemalol ishlataverasizlar. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Endi video davomida mana shu sinovni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu mishalkamiz sinab. Mishalkamiz ana somon, boya maydalagan somonimizni to'kib qo'ydik. Sabzavot maydalagan apparatimizda sabzavot maydalagandik, uni maydaladik. Tayyor silosimiz bor edi. Endi unda ham qo'shib yuboramizda, xudo xolasa videoni yakunlaymiz. Videoni davom ettiramiz. Mana hozir sinov jarayoni 300 kilolik meshalkamiz. Ya'ni yem hisobida 300 kilo bo'lsa, silos, somon, yem aralashmasida taxminan 240-250 kiloni xudo xolasa bemalolashtiradi. Buni remen zashtalari ham bo'ladi. Hozir sinov bo'lgani uchun hali ularni qo'yganimiz yo'qmiz. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, ishga tushdi. Ichiga to'ldirib qo'ygan holatimizni yurgizdik, mana bemalol tortib ketdi. Xudo xolasa zo'r. 5 daqiqa mashq holati aralashgandan keyin tayyor omoqda yem bo'ladi. Keyin bu yog'ini eshigini ochib yuboriladi. To'kib bir kishi tortib tursa bo'ldi. Ishni ancha yengillashtiradi, ayniqsa sovuqlik kunida qo'l mehnati biroz qiyinlashib qoladi. Agar sizga ham shunaqa meshal kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana aralashtirib ham bo'ldik. Hozir endi to'kish jarayonini ham ko'rsatamiz. Mana eshigi ochildi. Faqat bir kishi bu yoqdan tortib turish kerak. Bu yoqqa to'planib qoladi bo'lmasa, qisib qolmasligi uchun ichiga orqaga qaytib to'kib turish maqsadga muvofiq. Ozgina tagida qoladigan bo'lsa, uni keyin alohida qo'lda yo supurgida supurib tashlasa bo'laveradi. Tayyor omoqda yem. Hayvonning oldiga to'kilsa bo'ldi. Yem aralashtiradiganimiz bu 300 kiloligi 220 ga ishlaydi. Narxi 8 million so'm. Mabodo 220 ga ishlaydigan, lekin kichkinarog'i kerak bo'lsa 200 kiloligi bor. Narxini 6 million qilib beryapmiz. Mana yonida turibdi. Hali to'liq tayyor bo'lmadi. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bepul. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan narxda jo'natib beriladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'yasizlar degan umiddamiz. Fikrlar, mulohazalarni ham kutib qolamiz. Ekrandagi nomerlarda yoki kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.